$3500 dollarga sizlarga tayyor eshak topib qo'ydim. Nimaga deng? Bu 3 tonna yuk ko'taradi. Labodan zo'r, tayyor. Ford nima dedingiz? Ford Transit 150 talik gazi bor. Kraskasi asli bo'lgan lekin 4 yumshoq baloni. Motor hadovi, korobka ishi yo'q. Ford o'zi qayerdan kelardi? Germaniyaning mashinasi, ana ko'rdingizmi? Henry Ford nima, to'g'rimi? 3 tonna tayyor ichida Pepsi'si ham bor, bonusga. Bitta stol topib tirikchilik qilaveradi. 3 tonna tayyor haqiqatda yuki bor, Pepsi'si qiladi turibdi. Generalni beraverasizmi? $3500 ga generalni ham beraman deyapti. Aka aytayapti, motor hadovi, korobka ishi yo'q. Oladi. Qo'plab qo'yish. Kechatlab qo'yish, mayli. Ha, ichida pul yuradi. Xo'p. Ha, mana kalti ham bor ekan. Bu yurib turgan narsa. Ha, mana, qarang ichlarini ham maza qilib tirikchilik qilsa bo'ladi. Buni olgan odam Pepsi'ga ishga olmaysizlarmi? Yo'q deyapti. Narxi $3500, ekranda raqami turibdi. Marg'ilonning mashinasi, generalni yozib beradi. Labodan ko'ra zo'r, 92 yili. Yurib turgan narsa, motor hadovi, korobkasi ishi yo'q. Endi aka o'z tirikchilikka menga endi mana sotib boshqa narsa olaman deyapti. Shuncha sotilyapti. Atak boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. 3500 yoz labo bermaydi, to'g'risi. Like bosib qo'yamiz.